Sizlarga hammadan eng ko'p keladigan savol trigelim olganlardan keladigan savol. Bu trigelim ichida shuncha kapsula va bunaqa granulalar chiqdi. Qanaqa ichiladi? Xo'p, men sizlarga hozir qisqa lo'nda qilib oddiy tilda tushuntirib beraman qanaqa ichilishini. Trigelim ichidan mana shunaqa sanatsiya degan kapsuladan, aktivatsiya degan kapsuladan 30 dona chiqadi. Bu mana bunaqa jigarrang, och jigarrang rangda bo'ladi. Mana bunaqa yashil rangdagi kapsuladan 60 dona chiqadi. Bu sanatsiya. Mana bu oxirgisi mana bunaqa granula chiqadi butulочкада. Bu fiksatsiya. Entravit. Bular hammasi bitta shu kurs lecheniyaga bemalol yetadi. Buni etap-etap ichiladi. Xo'sh, ichidan mana bunaqa sxemasi ham chiqadi. Tushunmaganlar uchun men yana to'liq tushuntirib beraman. Qaranglar, birinchi etapimiz boshlanadi. 2 kun davom etadi. Xo'p, 2 kun birinchi bo'lib mana bu aktivatsiya kapsulamizdan, och jigarrang kapsulamizdan bittadan 3 mahal ovqat paytida ichiladi. Bittadan 3 mahal ovqat paytida ichiladi. Xo'p, 2 kun buni ichdik. Buni ichganimizdan keyin o'sha biz ikkinchi etapga o'tamiz. Ikkinchi etapimiz 4 kun davom etadi. 4 kun buni 3 mahal ichib endi buni ertalab va kechqurunga o'tkazamiz. Shunda 2 mahal bo'ladi. Ovqat paytida 2 mahal och jigarrang kapsuladan ichiladi. Va bunga qo'shimcha mana bu sanatsiyadan qo'shiladi. Sanatsiyadan ertalab ovqat bilan birga 3 ta kapsula, kechqurun ovqat bilan birga 2 ta kapsula. Tushundinglar? Ertalab ovqat bilan birga 3 ta kapsula, kechqurun ovqat bilan birga 2 ta kapsula ichiladi. Va biz 4 kun shu davomida ichamiz. Ichganimizdan keyin biz o'sha 3-etapga o'tamiz. 3-etapimiz 8 kun davom etadi. 8 kun davomida mana shu och jigarrang kapsulamizni bittadan 2 mahal ichishda davom etamiz va buni ham ertalab 3 ta, kechqurun 2 ta ichishda davom etamiz va biz bunga qo'shimcha qilib mana entravit fiksatsiyamizni 3-etapimizni 3-mahsulotimizni ichishni boshlaymiz. Bu granula bo'ladi. Shunaqa butulочкада. Bundan bitta choy qoshiqdan 5 gram bo'ladi. O'shanda bitta choy qoshiq 4 mahal mana shuni sxemada tushuntirib qo'ygan iliq suvga qo'shib aralashtirib ichiladi. Kuniga 4 mahal ichiladi. Shu davomida 8 kun ichiladi. Shu mana shu etaplarda sizlarda ich ketishi, keyin qorin ozgincha og'rishi kuzatilishi mumkin. Qo'rqmanglar. Bu mahsulotimiz полностью ichdagi gija-lambalar, har xil gijani har xil turlarini полностью qopi bilan nima desa bo'ladi, urug' aymog'i bilan qirib tushiradi. O'shaning uchun ich ketish davomida o'shanda kaloriylarni tekshirib turinglar, o'zingizlarga ham kuzatiladi nimalar tushayotgani. O'sha biza oxirgi 4-etapga o'tamiz. 4-etapda qaranglar, shu kunlarda o'sha sizlarning ichinglar полностью tozalanib bo'lishi kerak. 8 kun davomida faqat to'g'ri ichsanglar, to'g'ri vaqtida ichinglar. O'zinglarning sog'lig'ingizga e'tibor berib 16 kun полностью vaqtida ichinglar. Ichlar ketadi va полностью tushib oladi. Kaloriylarga ahamiyat beringlar. Va oxirgi etap 4-etapda mana bu trigelim 3-mahsulotini entravitda o'zi ichiladi 4 mahal. Bitta choy qoshiqdan o'sha 5 gram bo'ladi. Iliq suvga aralashtirib 4 mahal ichiladi. Keyin har xil savol keladi. Hamma yoshga bir xil ichiladimi? Ha, bu hamma yoshga bir xil ichiladi. 5 yoshdan boshlab toki kattalargacha necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar bir xil mana shu sxemada ichiladi. Bu boshqa dorilarga o'xshab gija tozalangandan keyin boshqa dorilar o'ziga chaqiradi-da gijani, chunki o'ziga moyillik sezadi-da. Bu bo'lsa mana shu oxirgi entravitimiz полностью o'sha ehtiyojlarini qondirib, o'rnini to'ldirib, zarar yetkazmasdan jigarlarni yuvib tushadi. E'tiboringiz uchun rahmat.